Bir ulug' zot dars beryapti, shogirdlarga aytib yig'lar ekanlar. Agar jannatga kirsangiz, meni ko'rmasangiz, Xudodan meni so'ranglar. Allohdan menga shafaat so'ranglar deb yig'lar ekanlar. Ko'ryapsiz, mana shu joyda ham dalil borki, do'stga shafaati bor ekan. Shuning uchun azizlar, arazlashgan do'stlarimiz bo'lsa, ular bilan yarashaylik. 3 kundan ortiq arazlashib yurishlik mu'minga harom. Gaplashmasdan yurishlik mu'minga harom. Ko'rganda ro'para kelganda teskari qarab, yuz salomlashmasdan yuz bo'lib ketishlik bu mu'minga harom. Zero Alloh taolo mu'minlar aka-ukadir, bir ota, bir onadan tarqagan aka-ukadir deb Xudo Qur'onda marhamat qilgan. Xudo hammamizni bu dunyoda ham bir-birimizga naf'i tegadigan va oxiratda ham bir-birlarini shafaat qiladigan, jannatda yelkadosh bo'ladigan, jannatda suhbatdosh bo'ladigan do'stlardan bo'lishimizni Xudo hammamizga nasib va ro'za aylasin.